Hurmatli xaridorlar, shu joyga e'tibor berasizlar. Har bir sizlar uchun tayyorlanayotgan darvoza video qilib tashlanadi 0 dan bitgunga qadar inshaalloh. Akamiz ham uzoq tajribaga ega insonlar. Bu yerda Promzonada o'zlarining shaxsiy joylari bor. Klient ashincha, xudo xolasa biror marta qaytib kelib yo e'tiroz bildirilgan joylar yo'q inshaalloh. Tasavvur qiling, uyingiz mana shu darvozaga qarab turibdi-da menimcha. Shu kelib shuni dogovor qilib aytmoqchi aka, agar mobodo YouTube dan keladigan bo'lsa, biz obunachilarga qanaqadir o'tib beradigan joylar bormi? Kelishilgan holatda o'tadigan joy. Agar o'tmasalar, men o'zim gaplashib o'tkazib beraman, hurmatli obunachilar. Chiqaring aloqaga, mana shu raqamlar bor, raqamlarni qo'yib qo'yaman, shu aloqaga bemalol Hoshimjon aka desani bo'ldi. Mana o'sha nomi butun O'zbekiston qo'shni mamlakatlarga ham nomi chiqqan shu darvoza, Samarqand darvozasi. O, mashalloh, Qashqadaryo Jaynovdagi joyga o'rnatamiz. E'tibor beringlar, turetskiy germetik ekan. Faqat mana narsa ajratib turib xolos, lekin bu tomonlar qarang, oldi ko'rinish bilan bir xil. Uyingizda temir tersa ishlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, kerak bo'lsa gaz ham tortib beraylik, trubalarni. Namanganda xudo xolasa ko'p joy taniydi bu akamizni. Ko'p joyga qilib berganlar. Hammaning duosini olib yuribdilar inshaalloh. Sizlarning ham duoyingni oladi inshaalloh. Okalar gazni bo'lsanglar, mana tayyor darvoza bor ekan. Shuni o'rnatib, to'yga boshlaning okalar. Assalomu alaykum ahli YouTube, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz avvalambor. Biz hozir inshaalloh Namangan shahar Promzonada joylashgan Hoshimjon akani darvoza sexlariga yetib keldik. Bu yerda anchadan beri xizmat qilayotgan bu Hoshimjon aka xalq xizmatida chiroyli fasondagi darvozalarni ishlab chiqaryaptilar va xalqning duosini olyaptilar inshaalloh. Hurmatli obunachilar, bu yerda turli xil fasondagi darvozalarni siz sotib olishingiz mumkin. Albatta chegirma bilan va bonusi bilan olishingiz mumkin. Marhamat qilib hozir o'zlar bilan tanishamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ka yaxshimisiz? Hoshimjon aka, salomatimisiz? Xonadonlar tinchmi? Tinchmisiz? Uydagilar hamma yaxshimi aka? Rahmat. Biz yana keldik, xudo xolasa mana manzil bo'ylab yetib keldik. Bu akamiz bir necha yildan beri shu darvoza bilan shug'ullanadilar, ishlab chiqaryaptilar. Mana ko'rishingiz mumkin atroflardagi darvozalarni. Hoshimjon aka, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr, aka, tinchmisiz? Bizga endi bir chekkadan tushuntirasiz, obunachilarga qiziqda. Bo'ldi, aka. Razmer o'rnatib berish xizmati, ayniqsa bizni obunachilar juda anaqada bir bonusga qiziqishadi-da. Bonusini ham qilib beramiz, xudo xolasa, aloqaga chiqsa. Endi darvozalarimizni shu fasollar bor, xudo xolasa, fasollari bilan, ishlatilgan materiallari bilan obir o'rnatish, qancha vaqtga zakasini olamiz, qancha vaqtda qilib beramiz, hammasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Shular bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa uzoqlashmaysizlar, hurmatli obunachilar. Video qiziq bo'ladi bu yog'i. Xo'p, Hoshimjon aka, avvalambor bizning obunachilarga qiziq, eng kulminatsion savol bo'ladi. Buni sifati, listlarning sifati, razmerlari birinchi o'rinda beriladigan savolda bular. Shuni bir tanishtirib bersangiz bizga. Bo'ldi, razmerga keladigan bo'lsak, darvozamizni balandligiga 3,5 metr, eniga ham 3,5 metr bo'lgan darvoza, отдельный kalitkali bo'lgan bu. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan, avtomobil uchun mana ikkita qattiq katta qanot ochiladi. Materialga keladigan bo'lsak, ikkita yon tagi shiveller bo'lgan, o'rta brus bo'lgan, 3-2 qalin stenkasida, buni ham qalindan ishlatamiz. Parashi ham bo'ladi. Parashi xizmat qilmaydi buni singari. Zamoklar o'sha high-tech zamok. Ruchkalarni qo'yganmiz, o'ziga yarashadigan qilib, bejirim qilib, nerjivekalarni yopishtirganmiz. Listlari ikkili o'sha qalin listda bo'lgan. Shunday holatda chiqqan, xudo xolasa. Mana bu nerjivekalarni yopishtirilgan, ha? Necha yil turib bera oladi, xudo xolasa, yopiq joylarda turgan bo'lsa, quyosh nuridan pana joyda turgan bo'lsa. Ba'zi joylarga o'ynaydi, quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushadi-da. Shunaqa. Bu nerjivekamiz darvozaga 2 yil atrofida bo'ldi, foydalanishni boshlaganimizga 2 yildan beri xudo xolasa turibdi, xizmat qilib. Endi bundan buyog'i ham tursa kerak deb o'ylayman. Zavodda mijozlarning uyida 2 yildan beri turibdi. Shunaqa, zavodda ko'proq yil muddatga garantiyasini berishadi. Biz bundan foydalanishni boshlaganimizga 2 yil bo'ldi, xudo xolasa xizmat yaxshi. E'tibor beringlar, 2 yildan beri xonadonlarda turgan ekan. Quyosh bilan ham nafas holatda, pramoy turgan holatda bo'lishi mumkin. Yo'qsa navesli uylar bor. Bu yerda ham xudo xolasa 5 yil xizmat qiladi inshaalloh. Buni nerjivekani jo'ni mahkam narsa. Buni
Sverloda teshmasangiz mana bu drill boshqa narsalarning kuchi yetmaydi. O'zi parash bo'lgani bilan baquvvat narsa bu. Xudo xolasa xizmat yaxshi bo'ladi. Buni nimada yopishtirilgan aka? Buni germetkada yopishtirilgan, o'sha original turetskiy o'zining germetkasi bo'ladi. Turetskiy germetka. Ha, temirga foydalanadigan, shunda yopishtiriladi. Prosto narsada yopishtiradi. E'tibor beringlar, turetskiy germetka ekan. Endi bu darvozamizning razmeri 3,5 ga 3,5 metr bo'lgan. Bir qavat variantda bo'lgan. Xo'sh, 1 kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. Obshi shu hajmda 14 million 700 ming so'mga to'g'ri kelgan. Maşallah. Olib borib o'rnatish ustanovkalari hammasi ichida bo'ladi shular. Gap yo'q, Shunjon aka. Mana darvozani ham tanishtirib o'tasizmi? Bu yangilik fason shekilliga? Yo'q, bular 1-2 yillik fason. Xudo xolasa, fason yaxshiligini hisobiga hadavo ketib turgan darvozalarimizda sababi cho'kkam, zavodskiy qilib egdirilgan qubbalarni ko'p joy zavodskiy bo'lgan. O'shaning hisobiga xizmati yaxshi bo'lgan hisobiga klientlar shuni bilib zakaz qilib turishibdi, qilib berib turamiz. Bularda kraskagacha bo'lgan holatlari qanaqa bo'ladi? Kraskagacha bo'lgan holatlari egalari bilan kelishilgan holatda dogovor qilamiz, ishni boshlaymiz. Temirdan suvarkani boshlanishdan tugashigacha video qilib tashlab turamiz egalariga. Suvarkadan chiqqandan keyin kraskaga o'tganda kraska jarayonlarini ham tashlaymiz. Kraska sepishga tayyor bo'lganda mana bu detallarni tozaligini, qanaqa ishlov bo'lganlarini video qilib egalariga tashlaymiz. Gruntovka sepilgan holatini yana отдельный tashlaymiz. Bitgungacha xullas egalari fonda ko'rib, kuzatib boradi. Hurmatli xaridorlar, shu joyga e'tibor berasizlar. Har bir sizlar uchun tayyorlanayotgan darvoza video qilib tashlanadi. Noldan bitgunga qadar inshaalloh. Bemalol ko'rib, sifatlarini ko'rib bo'lishaveradi. Endi bu darvozamiz material bilan, razmerlar bilan tanishtirib o'tamiz. Balandligiga 3,5 metr bo'lgan, eniga 3,80 bo'lgan darvozamiz, eshigi отдельный kalitka bo'lgan. Avtomobil uchun отдельный, kesaklari ikkita yon, taglari shivellar bo'lgan, listlari ikkili o'sha qalin rossiyskiy listda bo'lgan. Bularni ham zavodskiy qilib egdirib qo'yganmiz. Chok yo'q mana bu joylarda. O'sha gifka stanovda polni zavodskiy qilib egdirib bo'silgan. Darvozamiz bir qavatdan iborat. Buni 2 qavatligi ham bo'ladi, shumilizatsiyaligi. Shumkasi yaxshi, xudo xolasa. Ha, bu bir qavat holati, shu holati zo'r chiqqan. 2 qavatli qilib deysa, shumkali qilib 2 qavatdan qilib beramiz. Imkon qadar orqasini ham syomka qilishga harakat qilamiz, va'da emas lekin. Orqalarini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Endi bu darvozamizni narxiga keladigan bo'lsak, 2 qavatligi bor, 1 million 400 ming so'mdan chiqadi. Bu bir qavatli varianti 1 million 200 ming so'mdan to'g'ri keladi bularniki. Shunda obshi hajmda darvozamizniki 15 million 900 ming so'mga to'g'ri kelgan, oborib, ustanovkalari, borib o'lchashlari hammasi ichida bo'ladi shu narx. Dastavkalari bilan birga. Dastavkalar bilan birga ekan, e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Endi ko'pchilik telefon qilishadi, Buxoroga dastavka bormi, Samarqandga bormi, Surxondaryoga, Toshkentga bormi deb dastavkalarimiz bor. Oborib, o'rnatish, o'lchash hammasi ichida. O'zbekiston bo'ylab, Xorazm, Qoraqalpog'istonga dastavka qilib beramiz xolos. Agar ko'proq darvoza bo'lib qoladigan bo'lsa, oborib o'rnatib beramiz. Bitta ikkitaga sal uzoqlik qilib turibdi, borib o'rnatgan. To'g'ri. Shuna qolgan joylarga oborib o'rnatib beramiz. Qo'shni davlatlarga, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Qozog'istongacha tamojnigacha oborib beramiz. Olib o'tib ketib olishadi. Agar borib o'rnatib ber deysa, unda u yo'g'iga rasxotini qilishsa, oborib o'rnatib ham beramiz. Tushunarli. Hammasi ichida, xudo xolasa kelishilgan holatda qilib beramiz. Yaxshi aka, gap yo'q, darvoza zo'r inshaalloh. Mana bu fasonimiz qanaqa fason aka? Xo'sh, bu fasonimiz Afsona fason degan darvoza bor. Shuni tepasida taroqlari bo'lgan, mana bu joylarda taroqlari bo'lgan. Shuni yangilik qilib, dila qilib, to'rtburchak holatda high-tech singara qilib berganmiz. Bu qayta ishlangan fason. Shunaqa yangilik qilingan fason. Yangilik kiritilgan. Unda mana bu dilalari qora bo'lgan, nerjivekalar bo'lgan. Unda ham biz yangilik qilib, mokra asfalt qilib, shu holatda qilib berganmiz. Razmeri nechiga? Bu razmeri eniga 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr bo'lgan. Kesaklari o'sha ikkita yon tagi shivellar bo'lgan. Tepasida tahiya qismi bor, 60-70 sm joyi ochilmaydi, undan past ochiladi. Ikkita qanot splashni ochiladi. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda kalitka qanot ichida joylashgan. Zamonlari o'sha high-tech zamon, listlari o'sha ikkili qalin listda bo'lgan. Nerjivekalardan foydalanganmiz. Darvozamiz bir qavat variantda chiqqan. Orqalari qanaqa aka buni? Orqa ko'rinishlari 2 qavatliginiki tekis bo'ladi, bir qavatliginiki mana bu
4-5 santimetr joyi tashqariga chiqqan holatda ko'rinadi orqasi. Dero egalariga qiziq bo'ladigan bo'lsa zakazchilarga ish zo'r, xudo xohlasa. orqalarini video qilib tashlab ham beraveramiz. Ha, albatta. Xudo xohlasa. Bu darvozamizni razmeri 3,5 metrga 3,5 metr bo'lgan darvoza, buniki ham 1 million 200 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrat metri. Agar 2 qavat bo'ladigan bo'lsa, 1 million 400 ming so'mdan chiqadi. 14 million 700 ming so'mga to'g'ri kelgan shu ko'rinish. O'rnatuqlari, o'lchov olishlari hammasi ichida bo'ladi. O'rnatib, ishlatib, Shunaqa. qo'yib, Hammasi ichida bo'ladi. Tayyor qilib olib o'rnatib beramiz, ochib yopib foydalanishaveradi. okalar gazni bo'lsa-ham mana tayyor darvoza bor ekan. Shuni o'rnatib, to'yni boshlani okalar. Keyingi fasonlar Bundan keyingi fasonimiz hozir ko'rsatgan darvozamizning 2 qavatli varianti bu. Ha. U 1 qavatli edi, bu 2 qavatli shumka qilingan varianti. Buni ham razmerga keladigan bo'lsak, eni 2.95, balandligi 3.16 bo'lgan darvoza, kesakilari shivellar bo'lgan, lislari 2 qavat, 2li lis bo'lgan. Eshigi kalitkasi ko'chadan kelganda mana shu o'ng tomonda splashni shu joygacha ochiladi. Ikkita qanot ochib foydalanaveradi. Oka, eng asosiysi so'ramanmi? Kraskalar qanaqa bu? Qanaqa lakli kraska bu? Model marka. Kraskalari ko'pchilik palaxsi bo'lib ketmaydimi? Xudo xohlasa palaxsa bo'lib ketmaydi. Buniki avtomobilning banishli kraska, original, haqiqiy, lakigacha originalda ishlatganmiz. Gruntovkalarni urganmiz. Mabodo kraskasidan muammo bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, ko'p joyga borsak, to'g'rilab beramiz. zanglab palaxsa bo'lib qoladi, shpaklovkalari. Shunaqa ko'p klientlar so'rashadi, kraska darvozada tulab tushib ketib qolgan, qo'shni holatli bo'lmaydimi deb so'rashadi. Mabodo bo'ladigan bo'lsa, borib bekorga remont qilib, yangi taqib beramiz. Ayniqsa ayol klientlar vahima qilib yuboradi-da, kichkina zangni ham katta qilib ko'rsatib yuboradi-da, gap yo'q, Alloh. Endi xudo xohlasa, beay parvardigor, mabodo darvozaning aybi chiqadigan bo'lsa, borib qaytadan ishlab beramiz. Shunaqa. Ichida unaqa pul olib bo'sha qilinmaydi. Hammasi ichida, ya'ni yangi taqib beramiz. Xudo xohlasa shu paytgacha ish ko'rsatmaydi, bundan bari ham ko'rsatmaydi. Akamiz ham uzoq tajribaga ega insonlar. Bu yerda Pronzonada o'zlarining shaxsiy joylari bor. Klient ashincha, xudo xohlasa biror marta qaytib kelib yo e'tiroz bildirilgan joylar yo'q inshaalloh. Hoshimjon aka, darvozalarning ichida menga yoqqani, o'zi aslida hammasi ham yo'qda, lekin mana sal bagati, kostyum shim, oq ko'ynadi yuradigan akalarni uyiga o'rnatadigan ekan, qarang. Bularni qanaqa bo'lyapti narxlari, buni ishlab chiqarish jarayonlari? Bularniki ham xudo xohlasa qimmat emas, narxi yaxshi o'ziga. Bu darvozamiz razmerdan boshlaylik. Materiallar balandligiga 4 metr, bu darvozamiz balandligi 4 metr, eniga 3.95 bo'lgan, kalitkasi ko'chadan kelganda o'ngda bo'lgan, отдельный katta qanotlari mashina uchun ochilaveradi. Xo'sh, materialga keladigan bo'lsak, kesakilari ikkita yon, tagilar shivellar bo'lgan, o'rtalari o'sha burusi bo'lgan, uchuk qalin stenkada, lislari ikkili qalin listda bo'lgan, kraskalari ham o'sha original bo'lgan. Mana qora joylari o'sha Gentraning qora kraskasidan sepilgan. Katta bo'lgan mashinasini kraskasidan sepilgan ekan. Shunaqa. Nerjivekalarni yopishtirganmiz bunga ham. Shu holatda chiqqan. Bu darvozamiz 1 qavat, 2 qavat emas, ko'rinishda 2 qavat deb o'ylaydiganlar ham bo'lishi mumkin buni. Ha, ko'rinishdan men ham 2 qavat deb o'yladim. Oldin ham 2 qavat qilganmiz. Bu variantlar 1 qavat variant. Narxi 2 qavat variantida 200 ming so'mdan 1 kvadrat metrda arzonroq chiqqan buniki. Klientlarga qulaylik bo'lsin degan maqsadda arzon qilib chiqarganmiz. Buni 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa 1 million 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. Shu darvozamizni Opshi turishi 18 million 900 ming so'mga to'g'ri kelgan. Oborib o'rnatish, uстановkalari, o'lchashlari hammasi ichida bo'ladi. Akalar, 18 million 900 ming so'm. Tasavvur qiling. Uyingiz mana shu darvozaga qarab turibdi menimcha. Shu kelib, shuni dogovor qilib aytmoqchi aka, agar mabodo YouTubedan keladigan bo'lsa, biz obunachilarga qanaqadir o'tib beradigan joylari bormi? Xudo xohlasa telefon qilishaysiz, kelishilgan holatda o'tadigan joy bo'lsa. Agar o'tmasalar, men o'zim gaplashib o'tkazib beraman, hurmatli obunachilar. Chiqaring aloqaga. Mana shu raqamlar bor, raqamlarni qo'yib qo'yaman. Shu aloqaga bemalol Hoshimjon aka desani bo'ldi. Muammo yo'q, inshaalloh hammasini hal qilamiz. O'tadigan joy bo'lsa, Xudo xohlasa o'tib beramiz. O'tib beramiz inshaalloh. Bu fasonimizdan bir ajoyib yaxshi fasonlardan, high-tech fason deydi. Uy tanlamaydi. Qum suvmi, treventin, toshmi, hammasiga o'tiraveradi. Endi bundan keyingi darvozamiz o'sha Samarqand fason har bitta videoyimizda bittadan ikkitadan bo'ladi bu darvoza. Mana o'sha nomi butun O'zbekiston qo'shni mamlakatlarga ham
nomi chiqqan o'sha darvoza, Samarqand darvozasi. Buni ham bir obzorini hozir bir chekkadan tushuntirib o'tadilar. Kesakilarni razborni qilib qo'yganmiz, egalarnikida yig'ib beramiz. Bu zakazga aka? Ha, Qashqadaryoga olib o'rnatamiz. O, mashalloh. Qashqadaryo. Jayno degan joyga o'rnatamiz. Razmeri iyniga 4.24 bo'lgan, balandligiga 2.90 bo'lgan. Kesakilari shivellar buni o'sha rossiyskiy original shivellar. O'rta ustumlarini o'sha brusdan qilganmiz. Juda ajoyib, juda ajoyib. Lislari o'sha ikkili qalin listda bo'lgan. Mana bu toshli listlarni qo'yganmiz, ikkitasini orasini shumilizatsiya qilganmiz. Kraskalarga keladigan bo'lsa, kraskasiga gruntovkalarni sepganmiz. Banishni original kraskalardan foydalanganmiz. Listlar ikkili list, profillar o'sha 6x4 profilli, original o'sha qalindan bo'lgan. Yaxshi aka. Yuklashga tayyor razborni qilib qo'yilgan. Yuklab yuborsak, xudo xolasa, aka inshaalloh agar nasib qilsa shu o'rnatish jarayonlarini ham bir syomka qilamizda, inshaalloh. Endi planga ko'ramiz, xudo xolasa, rejadan tashqari o'rnagan holatida ham bir ko'rsatib o'tamiz agar. O'rnatayotgan holatda ham bir syomka qilamiz inshaalloh. Bu tomonda listli bo'lsa, mana bunaqa arzon variantdagi pechatli darvozalarimiz ham bor, faqat bulardan arzonmi? Bulardan arzon, faqat qimmat emas. Mashalloh. Nega bu? Gap yo'q. Bu pechatli darvozamiz bo'ladi. Abnelishkaligi. Mana bu ikkita yonida 30-35 atrofida abnelishka bo'lgan, devorga minadi. Darvozaxonaning uzun razmeri mana bu nalishkani ichidan ichigacha bo'lgan. Xo'sh, 357 iniga 326 balandligiga bo'lgan darvoza. Undan tashqari mana bu joylari devorga minib, devor ustki qismiga dekorativniy holatda ko'rinishi, o'z darvozaxona kichkina, nalishkalar bilan ko'rinishi kattaroq ob'yomda ko'rinadi. Hurmatli obunachilar, agar mana bu holati bilan uyini keng o'xshab turar ekanda. Shunaqa. Nalishkadan tepa, nalishkadan tagigacha 350 bo'lgan, iniga nalishkadan nalishgacha 4-15 sm bo'lgan, 60 kvadratda bu darvozamiz 8 million 700 ming so'mga to'xtagan, oborib, o'rnatish, hammasi ichida bo'lgan. Gazini bo'lsa-da 8 million 700 ming. Listlari o'sha 1.3 qalin list bo'lgan. Tagi, o'rta tepalarigacha ponna, kesakisi 8x6 profilda 1.7 tanka qalinida, profillari 6x4 profil. Nerjivekalar o'sha birli qalin nerjivekalardan foydalanganmiz. Zamonlari o'sha Melano zamon. Zamonlarni kelishilgan holatda boshqachalarni qo'yib beramiz. O'zgartirsa bo'ladi. Shunaqa, listlarni ham bir mana qalin bo'lgan, bir bilinib ko'rsangiz bo'ladi. Nerjivekalar xudo xolasa. Xudo xolasa o'sha boya aytib o'tganimdek 2 yil, 3 yil, 5 yil shunaqa chiroyli xizmat qiladi inshaalloh. Ruchkalarni ham o'ziga yarashadigan holatda qo'yib qo'yganmiz. 8 million 700 ming so'mga olib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. 8 million 700 hamma narsa ichida. Bu darvozamiz mana ikki xil variantda, narxi, summasi 1 kvadrat metrda 50 ming so'mdan farq qiladi. Ko'rinishi bir xil, lekin narxi ikki xil. Nimaga? Buni tushuntirib o'taman. Kesakisi shivellar bo'lgan, ikkita yon taglar shivellar, listlari o'sha 1.3 qalin listda bo'lgan mana. 1.3 qalin listda, mana bu tagigacha, ponna tepasigacha qalin listda foydalanganmiz. Tepasini o'sha lazerdan foydalanganmiz, havo aylanib skvozina bo'lib turishi uchun. Tushunarli. Farqi bu darvozada Dubai fason deydi nomini, yangilik fasonlardan bittasi, nerjivekasi yo'q. Farqi shunda 50 ming so'mdan nergin bilan nerjiveka bor yo'qligida farq qiladi. Materiali bir xil. Ko'rishina mumkin. Kesaklari bu yerda nerjiveka yo'q, bu yerda bor mana. Kesaklari o'sha shivellar. Endi buni 1 kvadrat metrini aytamiz. Buniki 650 ming so'mdan to'g'ri keladi. 1 kvadrat metri. Nerjivekasi borligida farqi bor. Mana unga nerjiveka yopishmagan 600 ming so'mdan farq qiladi. Kesakisi shivellar. Buni pechatga 550 ming so'mdan ham chiqadigan variantlari bor. Unisini ham mana unda ko'rsatib o'taman. Endi o'zi 600 ming, 650 ming desam nimaga qimmat ekan deb o'ylashlar mumkin. Albatta. Undan arzonroq mana o'sha hadavoy qilib turganimiz kesaklari 8x6 profil bo'lgan, listlar o'sha qalin list 1.3 6x4 profil, обязательный tagi shivellar bo'lgan. Farqi shunda, kesakisi shivellar emas buni. Nerjivekasi yo'q, 550 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Mana bunaqa holatda 650 ming so'mgacha yasasa bo'ladi. Bir qavat variant. Agar bularni 2 qavat qilib oldi orqa bir xil qiladigan bo'lsak, 900 ming so'm, 1 million so'mgacha chiqadi. Oldi ko'rinish deylik, bumi yoki mana bumi qanaqa holatda chiqsa, orqa ko'rinishi ham shu holatda chiqadi. Orqa oldi bir xil bo'lib, kelishilgan holatda qilib beramiz. Akalar gazini beradigan joyga kelyapti. Bosinglar.
Mana bu ikkita darvozamiz bor. Ikkitasi bir joyga o'rnaydi. Ha, bitta xonadonga. Bitta xonadonga. Bittasi garaj, bittasi kirish eshiklar, ha. O'rtada devor borligini, ustun borligini hisobiga bu addenli, mana bu addenli, lekin ikkitasi bir joyga o'rnaydi. Razmerlari eniga 2 metr, balandligi 2,5 metr, 3 metr bo'lgan bu. Buniki eniga 280, balandligiga 3 metr bo'lgan darvoza. Materialga keladigan bo'lsak, chekkalari 8/6 profilli o'sha 170 tanga qalini, listlari o'sha 1,3 qalin listda bo'lgan, profillari 6/4 profil. Xo'sh, bularni 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan to'g'ri keladi. Obshi ikkitasini obiri o'rnatib berishimiz 7 million 900 ming so'mga to'xtagan obiri o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Bu xudo xolasa narxdan kelishuv asosida obunachilarimiz uchun aka, xudo xolasa. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Inshaalloh. Tushunarli. Kelishiladi, xudo xolasa. Sizlar gazni bosinglar, eng asosiysi. Xo'p, aka, endi bu yerni ham tanishtiring bizga. Endi bu ham yangilik fasollarimizdan bittasi. Qachongi fason aka? Bu yil xudo xolasa, bu yildan 2025. 25. Bu yildan yasashni boshladik. Obunachilar 2025 ga keldik. Bu high-tech ko'rinishda, chang ushlamaydi uncha-munchaga, yuvishga oson, bu hozirgi tushunarli. Cho'kkan bilana, mana bu joylar profil emas, lista zavodskiy qilib egdirib chiqarilgan, dilarlari ham o'sha zavodskiy qilib egdirib chiqarilgan 2 qavat 2 lista bo'lgan bu darvozamiz. Salit. Eniga 3,5 metr, balandligiga 4 metr bo'lgan 2 qavat 2 lista o'sha original variantda, kesakilari 12 lik rossiyskiy shivellarda bo'lgan, ikkita yon tagi. Tahiyasi bor, tahiyasi 60-70 sm o'chilmaydi, undan pastda o'chiladi fonda. Mobodo, aka, bitta savol. Tahiyani lazerni qilib teshib, boshqacha fason qilib bersani ham bo'lardi-da? Bo'ladi, qilib beramiz. Mana hozir shomal aylanib qilib beramiz. Agar katta mashina minadiganlarga tepagacha splashni o'chilsin deysa, tepagacha splashni o'chib ham beraveramiz. Tahiyalarni ham o'zini o'chilib yopiladigan variantni ham qilib beramiz. Yo'li bor. Xudo xolasa. Zo'r aka, zo'r. Alloh barakasini bersin. Ko'chadan kelganda eshigi o'ngda o'rtada bo'lgan, zamonlar o'sha Zuber zamon. Yaxshisidan xudo xolasa. Bularni 1 kvadrat metri 2 qavatli varianti 1 million 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. 1 million 400 ming so'm. Shunaqa 20 million atrofiga boradi shu ko'rinishda. Lekin bor xudo xolasa kvadratidan inshaalloh obunachilar endi bu kelib inshaalloh so'rasani, albatta o'rtaga tushib biz ham inshaalloh chiroyli narxda qildirib beramiz. Bu o'sha taroq fasonimizni lisli darvozani 1 qavatli varianti. Kalitkasi o'rtada bo'lgan, darvozamizni eniga 3,5 metr, balandligi 3,5 metr bo'lgan. O'sha tepa qismini o'zi aytganingiz aka, hozirni xuddi mana shu holatda qilib bera olasizmi deb. Qilib beramiz uni ham. Kelishilgan holatda. Endi buni egalari shu holatda istaganlar qilib berganmiz. Bu ham zakaz, xudo xolasa. Zakaz. Bu qayerga ketadi? Bu o'zimiz Namanganga o'rnaydi. Bu list o'sha 1.8 2 listgacha qilib beramiz. Bu 1 qavatli varianti 1 million 100 ming so'mdan to'g'ri keladi. Obshi shu holat 12 million atrofiga borgan. Obiri o'rnatish ustanovkalari hammasi ichida. Bu yoqda pechatli darvozalarimiz bor. Pechatli darvozalarni ham fasonini ko'rsatib o'tadi. Narxi bir xil chiqaveradi. 1 kvadrat metr 550 ming so'mdan. Fasoni har xil, narx bir xil. 9 talik pechat deymiz, mana bu bor. Oldi ko'rinishi, pechatlining orqa ko'rinishi bu holatda chiqadi. Mana bu fasonlarimiz bu high-tech fason, o'zi ana bu nalichkalikni. Aka, bir narsaga zo'r e'tibor berdim. Bu qaysi bu xonadonlarga, etajli xonadon? Bularga orqa hovliga o'tadigan shunaqa holatdagi joylar o'rnadi. Mana, okey. Mana. Operator yaqinroq olib keling, mana ko'ring. Bu o'sha orqa hovlisi bor xonadonlarga bemalol o'rnatib foydalansa bo'ladi. Oldi ko'rinishi bo'lsa, orqa ko'rinishi mana bu holatda chiqadi. Orqa ko'rinish. Mana bu holat ham orqa ko'rinishi. Orqa ko'rinishi hozirgi ana nalichkali darvozamizni agar obunachilar e'tibor beringlar, agar mana bo'lmaganda bu oldi ko'rinishga o'xshab qolar ekan. Shunaqa. Faqat mana narsa ajralib turib xolos, lekin bu tomonlar qarang, oldi ko'rinish bilan bir xil. Bu darvozamiz hozirgi nalichkali high-tech fasondagi darvozamizni bez nalichkaligi nerjiveka bo'lmagan holati. 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan chiqadi. Mana bu fasonlarimiz bor. Kacheylarimiz ham bor. O'zimizni Namanganga ko'p yasab turibmiz, zakaz qilib. Darvoza bilan cheklanmay qolibdi bu akamiz. Shuna kacheylar, kazirok ishlari bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar, xudo xolasa.
Uyingizda temir tersak ishlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, kerak bo'lsa gaz ham tortib beramiz, trubalarimiz. Shunaqa. Bu darvozalarimiz bor, mana fasollari shu. Narxlari lekin bir xil o'sha 550 ming so'm variantda fasonini ko'rsatib o'taylik. Qaysi biri yoqadigan, ma'qul keladigan bo'lsa, shundan deysa, shu narxda qilib beramiz. Inshaalloh bemalol murojaat qilasizlar, hurmatli obunachilar. Hoshimjon akamiz qo'llari gul. Namanganda xudo xolasa ko'p joy taniydi bu akamizni. Ko'p joyga qilib berganlar. Hammani duosini olib yuribdilar inshaalloh. Sizlarni ham duoyingni oladi inshaalloh. Endi bu darvozalarimiz bor mana. Hozirgi anu turetskiy bir qavat bo'lgan darvozamizni ikki qavat variantdagisi bu shumkalar bo'lgan. Orqa oldi ikkili lista bo'lgan mana. Ha. E'tibor bering, ovozga e'tibor bering, soatim tegib bo'lyapti. Xudo xolasa ikki qavat variantda orqa oldi tekis bo'ladi. Orqasi kirgan variant bo'lmaydi, orqa ko'rinishi ham tekis bo'ladi. Orqasiga ham bir. Bu hozir terib qo'yganda endi buni yuklaymiz hozir. Bu ham zakazga? Zakazga, buni ham yuklashga tayyor bo'lib qolgan. Yuklashga tayyor ekan, xudo xolasa. Endi shu sexda beskraska gazini bosadigan joy keldi-da, hurmatli. Beskraska holati bor, ularni ham ko'rsataylik. Hozir ishlab chiqarish jarayonlari, kraskagacha bo'lgan holatlarni sizlarga ko'rsataman. Assalomu alaykum. Hormonov kelar, zo'msizlar. Mana bu o'sha Samarqand fasonning beskraska varianti. Bu kraskagacha bo'lgan variantini video qilib tashlab turamiz dedik-ku mana. Bu ham zakazga? Ha, hali mana bu joylar najdalanadi. Silliq nolga o'ldirib, bularni rastoritli 646 rastoritida artib tozalab, mana bu qolgan zanglarini jilvirda najdalab, kraskaga tayyor qilamiz. Xudo xolasa shu joyda. Barakotli. Profillari ham o'sha qalin profil qora bo'lgan. Mana bu arka joylarini ham bir ko'rsatib o'tsangiz, arka joylari ham o'sha zavodskoy qilib chiqarilgan. Mana bu oldiga to'rt profillarimizni bu joylarni kesib chiqarardi. Mana arkasini oling. Mana bu joylar ham zavodskoy shpekulovka yemagan holatda. E'tibor berilganda. Lazerlarni qo'yganmiz bu joyga. Beskraska holatda, shu holatdan iborat, xudo xolasa. Buni kesaksi bor, mana kesaksi nalichkaligi. Mana nalichka qismlar ha bu. Nalichkamiz ham 35 sm devorga minadi. Ha, bu ham kengaytirib ko'rstarganda. Ha, kengaytirib. Misol darvozamiz 3,5 metrga 3,5 metr bo'lsa, mana bu nalichka bilan bir 410 420 ga boradi. Tepasiga ham bir 40-50 sm qo'shiladi. Darvozamiz 3,5 metrga 3,5 metr bo'ladigan bo'lsa, bir 4 metrga 420 atrofiga ko'rinadi, ko'chadan ko'rinishi. Hurmatli obunachilar, jonli mana ishlab chiqarish jarayonlarini ham ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa sifatli materiallardan foydalanilgan. Bu joyda trubasi bo'ladi, trubasi bor, gullarni qo'yamiz. Mana bu tepalarida gullarni teramiz, ko'rinli gullari bor. Chiroyli chiqadi, xudo xolasa. Qanotlarda ham mana bunaqa joylari bor. Bularni keyin qo'yiladi. Buni hali bezaga ko'pda buni. Bu bezak uchun chiqarilgan ekanda. Mana usti, mana ko'ring. Bunga hali kraskalarni berib, qanaqadir bir gap yo'q. Zo'r. Buni ham bitgandan keyin bir video qilamiz. Gullar bor edi, bitmagan beskraska holati. Xo'p, Hoshimjon aka, pashti hammasini ko'rsatdik-a? Yangilik bormi yana boshqa? Yo'q, xudo xolasa fasonlarimiz shulardan iborat edi. Ya'ni yangilik fasonlar chiqadigan bo'lsa, Xudo xolasa yana terganimizda chaqiramiz. Yana bir bor o'tamiz. Aka, yana bir bor dastavkani eslatib qo'ying, qanaqa bo'ladi? Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatishlar hammasi ichida. Qo'shni davlatlarga, tamojnigacha olib borib beramiz. Undan u yo'g'iga bo'ladigan rasxodini qilishsa, olib borib o'rnatib ham beramiz. Yaxshi, manzil eslatib o'taman. Namangan shahar Promzona ishlab chiqarish kichik sanoat zonasida joylashgan. Hoshimjon akani darvoza sexlari desangiz, xudo xolasa hamma ko'rsatib qo'yadi. Mana pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zinglar bilan ham bemalol bog'lanib, olib kirib mehmon qiladi inshaalloh. Inshaalloh yangilik qiladigan bo'lsalar, albatta kelib yangi fasonlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka, katta rahmat inshaalloh. Alloh barakotli qilsin inshaalloh. Xudo xolasa biz xizmatdamiz. Xo'p, rahmat. Ha, aytmoqchi, mana shu raqamlarda WhatsApp, Telegram, Instagram bor. Hammasi bormi? WhatsApp, Telegram, Instagram, Imo, hamma narsamiz bor. Yangiliklar, katalogleringiz bor. Shunaqa aloqaga chiqsa, endi bu yerdagi bor fasonlarni ko'rsatdik. Bundan tashqari fasonlarimiz ham bor. Ha, hurmatli obunachilar, bundan tashqari fasonlar ham bor, tashab berishadi.
bemalol tanlash imkoniyati o'zingizda bor. Xudo xohlasa. Darvoza bo'lsa bo'ldi, yasab beramiz. Qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar. Xudo xohlasa inshaalloh aka. Rahmat. Alloh Aka, barakotli kelganingiz uchun qilsin. rahmat. Xohlasa ko'rishamiz, yaxshilik ko'rishaylik.